Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib İbn Asakir Zübeyir ibn Bekkardan naql qilib mundaq deydi. Abdul Aziz ibn Zurara mal dunyoları ko'p, obro'li kishi edi. U o'zining hadi hisobsiz mal dunyolariga qarab, "Ey Allah, Abdul Aziz guvohlik berdi-ki, u o'zining mol-mulkini, jinini va ahlini Allah yo'lida atadi", dedi. Ondan u otasining oldiga kelib, "Ey ota, mening qarorimga qanday qaraysan?" degaydi. Otasi, "Ey Abdul Aziz, haq ustida bo'lsanglar, xursand bo'lgan holda yo'lingni davomlashtir", dedi. U, "Men jinim, milim va ahlimni Allah yo'liga atadim", degaydi. Otasi, "Undaqda atlanğın ey Abdul Aziz, Allah sana berkat bersin", dedi. U mujohidlar bilan birga Qustantiniyaga yo'lga chiqdi. Halbuki u shahodat orzusida meng'otatdi. Rum bilan bir kun giralashma jang bo'lib, jang nihoyat shiddatli davom qildi. Abdul Aziz Rum qo'shinlarining ichiga bo'sib kirib, o'zi arzu qilgan shahodatga erishguncha jang qildi. Muhammad ibn Jarir Tabari mundaq deydi. Abdul Vahhab ibn Buxut bilan Abu Muhammad Battal Rumga qarshi g'azotga chiqdi. Musulmonlar Rumga qarshi hujumga o'tganda o'ngishsizlik uchirdi. Abdul Vahhab itini jang maydoniga qaytirib, "Seningday qo'rqinchoq otni ko'rmaganman. Agar sening qiningni to'kmasam, Alloh mening qinimni to'ksin", dedi va beshidagi dubulg'ini ilib tashlab, "Men Abdul Vahhab ibn Buxutman. Sizlar ajiba jannatdan qochyotamsizlar", dedi va dushman tarafga hujum qilib ilgirildi. Bu vaqtda usab chanqab ketgan bir kishi "Voysu" deb tovlayotgan edi. Ibn Buxut uningga "Jannat oldingda tursa", dedi va dushman ichiga bo'sib kirib qattiq jang qildi. Oqibat u va uning iti shu yerda o'ldirildi. Tabari yana mundaq rivoyat qildi. Ali ibn Asad hayotini gunoh ma'siyat ichida o'tkazgan. Hatto odam o'ldirib, nurg'un cho'ng gunohlarni qilgan kishi edi. Bir kechasi u Kufada ketib o'tib, ushtum tut, "Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandilarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar", degan oyatni o'qiyotgan bir kishining yonidan o'tdi. Ali ibn Asad mazkur oyatni o'quvchiga "Qayta o'qigan", dedi. U qayta o'qidi. Ali yana "Qayta o'qigan" degaydi, u yana qayta o'qidi. Ali yana "Qayta o'qigan" degaydi, u yana qayta o'qidi. Ali ibn Asad qaytib g'usl qildi va kiyimlarini pokildi. Ondan ibodatga shundoq kirishdiki, ikki ko'zi yoshdan qurimay ojizlab ketdi. Ikki tizi ham to'gining tezdek ishib ketdi. Keyin Rum qo'shinlariga qarshi qilingan dengiz g'azotida qatnashdi. Ularning kemisi dushman kemisiga yaqinlashganda, Ali ibn Asad Rum kemisiga hujum qilib, ularni chekindirdi. U dushmanga qilich uratdi, ular chekinatdi. U qilich uratdi, ular chekinatdi. Shunda qilib, ular kemining bir bulungiga qisilib qilishdi. Shuning bilan kemi dumkumtirilib, Ali ibn Asad suvga g'arq bo'lib shahid bo'ldi. Shu vaqtda uning ustida temir savut bor edi. Ikrama ibn Abu Jahil radhiyallohu anhu Yarmuk kuni otdan tushib oldi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu uningga "Unda qilma, sening o'ltirilishing musulmonlarga yig'ir keldi", degaydi. Ikrama radhiyallohu anhu "Ey Xolid, meni to'smag'in. Sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lib, nurg'un yaxshi ishlarni qilding. Ammo dadam bilan ikkimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ashaddiy yomonliklarni qilgan", dedi va dushman ichiga bo'sib kirib, shahid bo'lguncha jang qildi. Yuqorida biz bayon qilib o'tganlarning hammasi mujohidlar jihad maydonida beshidan o'tkazgan amaliy voqealardir. Mazkur voqealarda shijoatlik bir kishi yoki oz sonliq mu'minlar jamoatining shahodatni ko'zlab ko'p dushman ichiga bo'sib kirib ketganligi bayon qilingan. Shundaqla mujohidlarning bu amallari olqishlashga tegishli katta jihoddir.
Bir kishining ko'p dushmanga yolg'iz hujum qilishi haqida olimlarning o'xshamagan ko'z qarashlari. Bir kishining yolg'iz holatda ko'p dushmanga hujum qilib, ularning ichiga bosib kirishi haqida olimlar o'xshamagan ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydi. İmam Abu Hamid G'azzali o'zining kitobida yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish haqida qilgan so'zida mundaq deydi: Bir musulmon kishi garchi o'zining o'ldirilganligini aniq bilsa-mu, yolg'iz holatda kofirlar sepiga hujum qilishining durust ekanligida ixtilof yo'q. Uning kofirlar bilan o'ldirilguncha jang qilishi durust bo'lgandek, shu xil holatda yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishi ham durust. Gerçi u o'ldirilguncha bo'lgan orliqda dushman tarafdan o'ldirilmaydiganligini bayqasa yoki bu sabablik kofirlarning dillarini sundirishni bilsa, uningga ilgirlash durust bo'ldi. Kafirlar uning jur'atini ko'rib, hayvisi sunudi. Chunki kafirlar musulmonlar haqida ular Alloh yo'lida shahodatga erishishga erisman, jihoddan va Alloh yo'lidagi o'ldirilishdan qo'rqmaydi deb aqida qilishadi. İmam Navavi bir mujohidning shahodatga intilib, yolg'iz holatda kafirlar qo'shiniga bosib kirib ketishining shaksiz durust ekanligiga hamda buning makruh bo'lmaydiganligiga olimlarning birlikka kelganligini naql keltirgan. İmam Shafi'i buning durustligiga mundaq bir voqeani dalil keltirdi. Badr kuni ansorilardan bir kishi mushriklarga qalqonsiz holda hujum qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning bu amalda yaxshilik borligini bildirdi. Qurtubi o'z tafsirida mundaq deydi: Olimlar bir kishining yolg'iz holatda ko'p sonliq dushmanga hujum qilishi haqida har xil qarashlarni o'tirib qo'ydi. Qosim ibn Muhaymara, Qosim ibn Muhammad va boshqa olimlar mundaq deydi: Agar bir kishida quvvat va Allohga bo'lgan xolis niyat bo'lsa, o'zi yolg'iz holatda katta qo'shin hujum qilsa hech vaqasi yo'q. Agar quvvati bo'lmasa, bu o'zini halokatga tashlashdir. Ya'ni ba'zilar mundaq deydi: Agar u kishining niyati xolis va shahidlikni ko'zlagan bo'lsa, o'zi yolg'iz holatda dushmanga hujum qilishi durust. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Ba'zi kishilar borki, ular Allohning rizosi uchun jinini pido qildi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalariga to'liq marhamatlikdir. İbn Xuvayz Mindad mundaq deydi: Bir kishi 100 kishiga yoki biror o'g'irlar guruhiga va yoki bir to'p qo'shinga hujum qilib, ondan o'ziga hujum qilganlarni ham o'ldirib, qutulib ketalishi o'z gumonida mumkin bo'lsa, uning shunday qilishi yaxshidir. Agar u o'zining o'ldirilganligini bilib tursa-mu, lekin dushmanga zarba bera olsa yoki shu orqali musulmonlarga manfaat hosil qila olsa, uning shunday qilishi ham durustdir. Muhammad ibn Hasan mundaq deydi: Agar bir kishi dushman qo'ldan qutulib ketish yoki ularga zarba berish uchun o'zi yolg'iz holatda mushriklardan 1000 kishiga hujum qilsa, hech masala yo'q. Agar undaq bo'lmasa, makruhdir. Chunki buning musulmonlarga hech bir manfaati yo'q bo'lib, bu o'z jinini halokatga tashlaganlik hisoblanadi. Agar uning maqsadi musulmonlarning kofirlarga bo'lgan jasoratini oshirish hamda o'zining qaysarligini ko'rgan musulmonlarning ham jasoratining tirilishiga sabab bo'lishini ko'zlash bo'lsa, bu cheklanmaydi. Chunki buningda musulmonlarga manfaat bor. Shuningdek, uning maqsadi dinda musulmonlarning kofirlarga nisbatan qattiq ekanligini bildirish uchun ularni qo'rqitish bo'lsa, bu ham durustdir. Allohning dinining aziz bo'lishi va kofirlarning ojizlashi uchun jinini qurbon qilish bo'lsa, katta sharaflik martabadirki, Alloh taolo Qur'on Karimda musulmonlarning ishidagi bu xil kishilarni maqtab mundaq deydi: Shubhisizki, Alloh mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi.